Uchinchi dars virus yasashni ko'rib chiqamiz. Python dasturlash tilida bu virus juda ham sodda, lekin sal notebook, kompyuterlar qotirib qo'yadi. Shu virusni qanday yasash haqida ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga o'z kutubxonasi kerak bo'ladi. Bu kutubxona o'zi kompyuterda sistemasini boshqaradi. Endi o'z sistem start. Endi buni ishga tushirib ko'ramiz. Bu nima qiladi? Birinchi cmd ni ochadi. Cmd oynasini ishga tushirib oldik, chaqirib oldik. Keyin nima qilyapmiz? Dastur bo'yicha shunday bo'ladi. Keyin cmd oynasini ishga chaqirib olgandan keyin aytamiz. O'z sistem start qilinsin deymiz. Start buyrug'i beriladi. Start buyrug'i berilgandan keyin yana bitta terminal tugmasi ochiladi. Endi xuddi shu virusni ko'paytiramiz. Biz for buyrug'i orqali in range birdan 5 gacha deymiz. Birdan 5 gacha 5 marta o'z sistem start bo'lsin deymiz. Ya'ni start xuddi shu kabi shu buyruqni biz avtomatik kodda bajaramiz. 5 marta start buyrug'i bajarilsin. Endi dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Dasturni ishga tushirilgandan keyin mana xuddi hozir ko'rganimizdek start buyrug'i ishga tushdi. Endi xuddi shu narsani cheksiz qilish uchun biz while kutubxonasidan foydalanamiz. While true cycle, ya'ni while nima o'zi? Cheksiz cycle. Buni kommentga olib turamiz. Kommentga olingan while ishlamaydi. Endi while true nima bo'lsin? To'xtovsiz nima bo'lish kerak? Print hello egg false. Endi cheksiz deyamiz. Print, mana bu yerga print chiqsin. Hackful so'zi cheksiz chiqaversin deyamiz. Endi dasturda ishga tushirib ko'ramiz. Bizga mana cheksiz hackful so'zi chiqyapti. Kompyuterda anchagina qotirib qo'yadi bunday narsalar. Endi shuni xuddi shu narsani biz nima qilamiz? O'z sistem start kodiga ishlatamiz. Bu keyin nima bo'ladi? Cheksiz bizga cmd oynalarni ochib taylaydi va kompyuter anchagina qochishiga sabab bo'ladi. Dasturda ishga tushiramiz. Mana risk to'xtatib oldim. Shungacha nechta fayl ochib tayladi. Mana sekundlar ichida juda ko'p fayllar cmd oynalarni ochib taylaydi. Bugungi darsimiz shu edi. Hammaga xayr.